G'afur G'ulom uy-muzeyi O'zbekiston Respublikasi hukumatining 1981-yil 16-iyun qaroriga va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 1982-yil 22-noyabr oyidagi buyrug'iga muvofiq tashkil etilgan. Uy-muzeyi ashyolari va muzey kolleksiyalarini saqlash, o'rganish hamda ommaga namoyish etish uchun tashkil etilgan bo'lib, doimiy faoliyat yurituvchi ilmiy targ'ibot va ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan notijorat muassasadir. Uy-muzey 1983-yilning oktyabr oyidan boshlab ziyoratchilarni qabul qila boshlagan. Uy-muzey O'zbekiston xalq shoiri akademik G'afur G'ulomning 1944-1966 yashab ijod etgan uyda tashkil etilgan. Shoir vafotidan so'ng bu yerda muzey tashkil qilingunga qadar uning oila a'zolari yashashgan. Bu tarixiy bino to'laligicha yodgorlik xonalaridan iborat. Ya'ni shoirning ijodxonasi, dam olish xonasi, kutubxonasi, mehmonxona, yotoqxona, bolalar xonasi va bu yerdagi buyumlar G'afur G'ulom hayotligi davrida qanday bo'lsa, shu holatda saqlangan. Mushoiralar o'tkazishgan. Kompozitorlar esa shoir she'rlariga kuy bastalashgan. 1983-yilda uy-muzey hovlisida G'afur G'ulomning gipsdan ishlangan haykali o'rnatilgan edi. Ushbu haykal 1989-yilda bronzadan qayta ishlanib o'rnatilgan bo'lib, uning muallif haykaltarosh Yakov Shapirodir. 2003-yilda G'afur G'ulomning 100 yillik yubileyi munosabati bilan uy-muzeyning ekspozitsiyasi va fondini saqlash hamda uni yanada boyitish, yosh avlodni adib merosi bilan chuqurroq tanishtirish maqsadida yangi 2 qavatli bino qurib foydalanish uchun topshirildi. Muzey yangi binosining 1-qavatida direktor, ilmiy xodimlar, hisobchi, fondni saqlash xonasi va ma'ruzalar zali joylashgan. 2-qavatda esa G'afur G'ulomning hayot yo'li va ijodi, uning qoldirgan merosi haqida hikoya qiluvchi adabiy badiiy ekspozitsiya joylashgan. Uy-muzey ekspozitsiyasi bilan tanishgan har bir ziyoratchi G'afur G'ulom hayoti va ijodi haqida mukammal ma'lumotga ega bo'ladi. Ayniqsa eski Toshkent, eski maktab, G'afur G'ulom ulg'aygan xona maketlari, Shumbola qissasiga ishlangan haykalchalar, shoir xonadonida foydalanilgan uy-ro'zg'or buyumlari katta qiziqish uyg'otishi tabiiy. Shuningdek, uy-muzeyning kirish qismidagi maydonida adibning urush yillarida olib borgan ijodiy faoliyati, oila a'zolari, adiblar bilan tushgan suratlari ishlangan. Ko'chma bannerlar ham har qanday yoshdagi muzey ziyoratchilariga manzur bo'ladi. G'afur G'ulom uy-muzeyi. G'afur G'ulomning bolalik va yoshlik yillari. G'afur G'ulom ijodining ilk davri. G'afur G'ulom ma'rifatparvar shoir. G'afur G'ulom buyuk alloma. G'afur G'ulomning nasriy ijodi. G'afur G'ulom dostonlari. G'afur G'ulom mohir tarjimon. G'afur G'ulom 2-jahon urushi yillarida. G'afur G'ulomning Shumbola qissasi. O'zbekni jahonga tanitgan shoir. Adabiyotshunoslikda G'afur G'ulom mavzusi. G'afur G'ulom asarlari mustaqil O'zbekiston xizmatida. Bizning uyga qo'nib o'ting, do'stlarim. G'afur G'ulom xotirasining e'zozlanishi. Umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy ekspozitsiyasining bo'limlaridir. G'afur G'ulom uy-muzeyi ekspozitsiyasining moslashtirilgan tarixiy binosi shu bo'limlardan iborat bo'lib, G'afur G'ulomning kichik ijodxonasi, shoir yotoqxonasi, shoirning bolalari ulg'aygan xona, shoirning katta ijodxonasi va kutubxonasi, mehmonxona, dam olish xonasidan iboratdir.
Yuqoridagi bo'limlarning har birida o'sha bo'limlar mohiyatini ochuvchi eksponatlar, hujjatlar, suratlar, kitoblar, shoirning shaxsiy buyumlari, tarixiy ashyolar joylashtirilgan. G'afur G'ulom yashab ijod etgan ushbu maskan butunligicha ziyoratgohga aylantirilgan bo'lib, madaniyat yodgorligi sifatida davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Muzey ekspozitsiyasi va fondni G'afur G'ulomning shaxsiy buyumlari, kitoblar, qo'lyozma va toshbosma kitoblar, fotosuratlar va negativlar, grafik va moybo'yoq suratlar, asarlariga ishlangan illyustratsiyalar, xat va telegrammalar, orden va medallar, san'at asarlari, haykallar, qo'lyozmalar, antiqa buyumlar, musiqa asboblari, mebellar, shoir ovozi yozilgan magnit lentalari, hujjatli va badiiy filmlar, uy ro'zg'or buyumlari va turli sovg'alardan iborat. Uy muzeyida 10 mingdan ortiq eksponatlar jamlangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu uyda Aleksey Tolstoy, Pablo Neruda, Nozim Hikmat, Samat Virgun, Simonov, Maqsud Shahzoda, Mirzo Tursunzoda, Ulug'zoda, Yoquti, Fayz Ahmad Fayz, Gurbaxsh va Navtej Singhlar, Avezov, Muqonov, Musrepov, To'qimboyev, Danilov, Sevons, Leonidze, Brovka, Kolos, Ivan Li, Tixonov, Fedin, Kerbaboyev, Sadriddin Ayni, Oybek, Abdulla Qahhor, Uyg'un, Zulfiya, Komil Yashin, Yunus Rajabiy, Maqsud Ashrafiy, Abdulla Mirtemir, Yudakov, Habibiy, Sharof Rashidov, Charxiy, Uyg'ur, Hidoyatov kabi buyuk shoir va yozuvchilar, kompozitorlar mehmon bo'lishgan.